Assalomu alaykum do'stlar. Kompyuterga salom kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Minecraftga shader yuklab ko'rsatib bering degan obunachilarimizning talablariga amal qilib Minecraftimga shader yukladim va bugungi videomda Left 4 o'yinida test qilib beraman. Shu ikkala o'yinimizda test qilib beraman. Qani bo'lmasa Minecraftga kiramiz. Shaderlar ko'rsataman sizlarga. Grafika mana shader. Biz mana bu shaderdan foydalanyapmiz. Ancha olib qo'yar ekan, nimani kuchli ham. Kачествоmiz o'rtacha. Detalizorovich bo'lib turibdi. Hop. FPS'imiz hozir endi o'yinda boshlanadi. Hop, 16, 25 mana. O'rtacha endi 20 FPS ekanda. Mana, lekin maksimal 81 FPS ishlayapti. Men vijvaniya qilib o'ynayotgandim. Mana quyosh уже ancha animatsiyalar chotki. Nima qilyapti bu blok? Suvda ham haligi chiziqchalari yo'q. Shader ancha nimani qiynaydi albatta. Video kartamizni o'zi 500 megabayt joy qoldi xolos video kartani do'stlar. Video kartani kuchlanishi hali ham 99 gradus 63 tushirish kerak. Grafika kачествоni yana ham tushiramiz mana. Готов qilaylik. Uni nima bu effektivni zreniya. Bu umuman nima foydasi yo'q ekan, ana 90 80. Mana 9 GB RAM joyda olyapti. Operativkada endi animatsiyalarga o'tib biroz sozlab olamiz. Выключить shader hop ana. O'sha Minecraft kechiryapti shekilli. Anetta hayvonlardan teri, har xil narsalar olishimiz kerak. Kravatimiz yo'q. O'yinda hech qanaqa qatishlar bo'lgani yo'q. Shader qo'yish kerak deganlar uchun men ham endi qo'yapman shader. Sigirni o'rib molda endi mol yapti. 300 megabayt joy qoldi. Qani o'chab ko'raychi, serios ancha qizib yotdi bu. Yana bitta cooler qo'yar ekanman-da akalar. Video kartani oldiga mana bunday qilib haydaydigan havo qilaman. Quyosh juda tez ketar ekan bu Minecraft to'g'risi. Qarab turinglar, juda tez ketyapti soyalar. Bu o'ta ta'sir qilmas ekan ham. Qanday qilardi yugurishdi? Mana. O'ynamaganimga ancha bo'ldi-da mana Minecraft. 16 kamida 16 kerak ekan bu shaderga. Shader kuchli, juda kuchli. To'xtala, merda nimagadir qandaydir sложность kam. Mirni qilish dunyoviy. Ayta olmos. Rudalar qazimiz mana o'sha. Haligi water drop qilaychi. Yeb bila. Qayiqda qilib bordim men. Video kartani lekin juda ham qiynaydigan mod ekan. Shader ekan. Unda mayda u mis. O'zimizga torcha solamiz. Hozir videomiz boshlanganiga menimcha 3 minut bo'ldi. Nima nari yoqqa o'tib olaylik, nima bor ekan yoqda.
suv. Bayağı g'or ekan akalar. Chiqamiz bundan nari. Judayam bir nimani qiynaydigan mod hamma narsalar ekan. Men bu dunyoyimga sajdat qilib qo'ygandim o'zi sizlarga video olishimdan oldin. Bile. Mashina olib chiqamiz endi. Tushmaganimizdan keyin. Bitta ish qilmabmanda. Игрок правиладан сохранение вертарда o'qishim kerak edi. Mana ancha soya, tuman yaxshilangan. Shader juda ham zo'r. Mana tabiat lekin zo'r turibdi. Men nima qiladim? Suvda qandaydir ovoz eshitildi-da menga. Nimagadir hozir ish qilaylik. Grafikadan chankladi, ham tushiramiz buni ham. Yarkost ko'tarilsin endi. Yarko. Keyin predmetlarni nimasini yoqamiz. Bu shaderda endi shader. O'zimizga kanal yasaylik. Qayerda o'tirganda ham sekin kesar ekan. Nimadir biliq qilyapti. Mana effekt daji nimamizda ham bor. Yoritish effekti. Попугай mana. Точно. Normalniy biyom emas ekan, lekin menga yoqmadi bu biyom. Obakalar ko'rib turibsizlar mana o'zi ko'tarilmayapti. Ko'tarishga urinib ko'raman hozir. Grafikadan albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki mehnatni qadrlashinglar kerak. Tumanda o'chirish degan narsa ham bor ekan. Biliblar 10%. Shaderga o'taylik biz. Shaderda mana narsalarni ichiga tushsa nima bo'ladi? Renderni bekor tushirdim. Mana nima o'zi do'stlar, kim biladi mana. Sglajvание. Nimadir o'zgardi. Nimadir o'zgargandek bo'lyapti menga. FPS o'zgardi do'stlar mana. 5 FPS ga ko'tardim. Endi shundan ko'tariladi. Boshqa yo'li ham yo'q. Uni ham tushiraylik, o'lib qolmaymiz. Tushirsa. Mana PCI Express 2.0 yo'llanganda bu videoga kiritam. 3.0 yo'llanganda cho'tki ishlarida o'zi. Maksimal 110. Nimaga shu ishlamaydi-da? Savol. Zrение, quick info, готов, качество. Качествони yana tushiramiz. O sifatdan tushiraylik. Nima bo'lar ekan? FPS osharmikan? Sifat tushsa FPS oshadi-da. Sifatni ko'tardi. 1 ancha tushdi lekin sifat. Effekt udachi. Udachivanyani ham tushiramiz. Hop, narigini tushirmaylik-chi, nima bo'lar ekan? Hozir o'zgarish bo'larmikan yo yo'q? Hech nima o'zgargani yo'q. Lekin zo'r ko'rinar ekan. Minecraft FPS.
Minecraft FPS ham xuddi shunaqa ishlayapti. Hozir FPS ni ko'tarib bo'lmayapti-da, mana bu yerda maksimal 52 FPS ishlaydi deyapti, lekin vaqtda bizda past ishlayapti. Chanklarni juda tushiraveramiz agar grafika detalni bыстро. Tez ishlaydigan grafikaga qo'ydim. Hop. Hozir men zombilardan qo'rqyapman prosta. Anoda lёгкий qo'yili, osonroq bo'ladi. Kunduzi bo'lguncha qiynalib qolamiz hozir. Endi biz bitta narsani tushirib yaxshi qildim. Hozir video kartamning xotirasi joyini kam olyapti endi. Mana, nima dedim? Oldiga boraylikchi, pis etganda haliga yorug'lik chiqar ekan. Qara. Ha, qara endi. Yep. Qani o'tganmiz. Qayoq sinib ketmaydimi bu nimada? Nima bo'lgan yo'q akalar, prosta richa ovqat yeydigan nimamiz ketdi. Richa yevasa o'zi personajimiz ham to'yadi. Endi kачествоni вообще tushiraman. Qaranglar. Kачествоni deyarli 0 qilaman. Deyarli 0. O'shanda biz nimaga erishar ekanmiz? Nimadir yurganga o'xshayapti akalar. Hop, mayli, mana ko'rib turibsizlar, tushirganimizda ham mana yerda ko'rsatyapti. Oshira olmayapman. Kачествоni endi ko'taraman. Bu качество o'zi. Качество, да. Sifatni yuqori qilaylik. Qizig'i sifatni yuqori qilsam mana oshyapti. Filtrni ham nima qilsa, lekin men tushunmayapman-da, bu teskarimi? Ancha teskari. O'yinda hech qanday o'zgarish yo'q. 20-15 FPS ishlayapti. Shader juda og'ir akalar. Buni GTX 1050 da qilish kerak, 1050 da. 10-seriyalarda qilish kerak-da, tekshirish. Bu video kartamda qiynalar ekan. Video kartam bu shaderda mana. Bundaqa buyum bormi? Bu yangi versiya akalar 1.21. Jilfin ekan. Ben qishloq topdim akalar. Nima u? Chiroq yonib turgan. Qishloq emas u. Yaxshi bittada chiroq o'zi. Hop, qumda olib tepaga chiqib ko'raylikchi, nima bu? Ya, bo'ldi, tushundim. Minecraft haligi nimalarda ko'rgandim. O nur kачествоni oshirsa bitta. Nima u? Seriöz, ben qo'rqaman bundan. Nima bu qo'llarga? Haligi bu. Bundan qo'rqadigan joyimiz ham yo'q.
Nasıl sen? Mana shaxta, o'zim o'ylaganimdek shaxta bu. Eski buzilib ketgan, buni ichida sandiq bo'ladi o'zi aslida. Mana bila. Men shaxtaga tushishim kerakmi? Zombi bor ekan kelar. Aytishlar mumkin, qaysi shaxtada zombi bo'lmagandi bu. Ana zombidan ham yomon. Ana bopladi. Shu yomoni shuda. Endi akalar mana ko'rib turibsizlar, shaderlar bilan qanaqa ishlaydi. Maksimal 30 ishlayapti akalar, 25, 28 bo'lib turib 30 bo'lyapti. Eng pasti 13 bo'ldi. Ko'rgan bo'lsalaring. Endi Leftor o'yinga joy beramiz. O'zi mana 300 ishlaydi. Men uni nimasini hech ko'rmaganman. Uni ishlagandim. Endi Leftor Dead 2 o'yini. Afsonaviy o'yinlar qatori deyman. Mana haligi kim ko'rgan bo'lsa, o'sha kallasida turadigan haligi rakavina. Ajoyib. Shunaqa bu qiynamaydigan o'yin. Videokartamiz bunda umuman qiynalmaydi. Deyarli bundan GT 730 da ham ishlaydigan videokarta kompyuterda ko'rganman men. Shunaqa GT 730 da ham ishlaydi. Hop, birinchi sentrda o'ynab sizlarga bitta kartani yutib beraman. Endi u unchalik menga cho't bo'lmay qolgan bu kartalar. Mana 1000 mana maksimal akalar ko'rib turibsizlar. 823 shunaqa olyapti. Mana o'yinda nimasi? Hozir endi ovozli qilyapti, lekin ovozi hozir o'chib qoladi. 1 2 3 Qushdi. Yo'q. Shamol. Hop, mashina o'zida ham men yutib qo'yaman, biladi. Bog'la oladi mana. 60 FPS o'rtacha batta. Mana bunday qilib yutib yuboramiz batlarni biz. Cho't emas bizga. Bunday qilib o'ldirib ketaveramiz. Mana nima bu? Mal kerak ekan. Bizga necha kerak ham emas. Exit tomonga yuramiz. Va bizda ishtima bo'lmaydi. Mana shular ustimizga chiqib oladi, bizni himoya qilishadi, botlar. Ularni o'ynasa ham bo'ladi, lekin menda hozir bitta kompyuter. Kim bilan ularni o'ynayman, shunisi qo'rqitadi odamni, yomonam. Bu o'yin juda eski o'yinlar bo'lsa kerak deb o'ylayman men, chunki nimada FPS da 100 olyapti maksimal maytda. Maytda kimdir o'lganda mashka paydo bo'ladi. Nimasi? Bunday qilsa anla keladi-da, keyin bizga imkoniyat bo'ladi bu. Mekallalarni zo'ruramiz bizga. Bunaqa nima bas, bu zombi. Bunday qo'ysa ham bundan qo'rqadigan joyimiz yo'q. Просто mana nimani ichib olamiz. Yana kuchimiz ko'p. Qarabsizki. O'sha eshikgacha borib beraman sizlarga. Unaqa nima ham bas bu. Vahima deydi-yu. Qiyin emas o'zi asli. Qiyin emas. Qiyin joyda o'zi yo'q. Mana. Bunda nimada minus tomon asha.
Men buni o'zi bir hafta oldin olib kelgan bo'lsam, shuni o'zi oxirgi kartasi kelib bo'lganman. Most degan kartasi. Tushib ketdimi? Yo o'lib qolsam, nima, o'lib qolsam ham maksimal FPS ko'rib tursa-da 150 ishlayapti. Anu keldi, anu. Og'a. Toycha og'a keldi. Otey, pistoletni otadimi? Tez, ha. Mana davolashadi. Tamam, bas endi. Botlar endi xollasa davolaydi o'zi nimadayu. Mana turgan ekan. Bunday qilamiz. Bunday qilib turib liftga chiqib olsak bo'ldi bizga hisobi. Liftdan keyin pastga tushamiz, bitta haligi nima yo'q. Ujus deydigan narsalar o'zi yo'q. Trainer kesinki, bo'lmasam ketamiz. Og'a. Ketdik, nima kerak bu? Ishni yopdik. Eda ishlaydi o'z ko'p narsasi buni. Sindirib yuborsa nima bo'ladi deyman, sinmaydi aslida. Lekin kamandan ursa bo'ladi. Joni ketyapti elist. Yig'ilib qush tetib. Tutun chiqadi bu chunki bitta yong'in bo'lyapti. Hozir buzilib qoladi. Lift ishlamay qoladi, erib ketadi simlari. Qo'lda ochyapti hozir aslida. Bunday qilib bir kishi ham bildirib yuboradi buni. Problema yo'q, hech kim to'g'ri deganda. Bunday qilib qaytaramiz, chap beramiz. Endi bu chap berish deyiladi. Keyin borib endi bu karta вообще детский deydi. Детский karta. Ishanaveradi, buni yuchish qanaqa qiyinchiligi yo'q. Bu birinchi kartasi. Oxirgi kartasi qiyinroq. Maytni ochamiz va narsani olishimiz kerak. Ochganimizda maytda paydo bo'lgan bo'ladi. Ikki otsak, o'zi ketishadi o'sha qarab. Yondirib o'ldirishda bu endi. Oladigan bo'lsa. Qatga borardi hozir. Mana chiqayotgan tomonga. Mana chiqamiz va maytda zombilar, bitta ikkita zombi bo'ladi. Keyin buni ham bunday qilib hal qilib olsa bo'ladi. Endi ana eshikgacha boramiz. Masalaga yetgan joyim. Уже yutdik. Roshet kerak. Mana akalar, shu bilan videomiz tamom bo'ldi. Ko'rgan bo'lsalar, Minecraftda maksimal ko'rsatdi-yu, ishlamadi, 300 ishlamadi maksimal FPS, lekin AVG'imiz o'rtacha 30 oldi shekilli deb o'ylayapman. Eng kami Minecraftda 30 emas, eng ko'pi 30 bo'ldi. Eng kami shaderlar bilan 15 FPS bo'ldi. Left Tor'da o'zi bemalol 60-70 o'ynasa bo'ladi-yu. Bizda driverlar bor, lekin o'rnatilish nima deydi? O'rnatilish kerak, xullas. Driverlarda o'rnatilgan, prosta nimagadir ko'nikmayapti. Birlashib ishlamayapti. Hop, shuning bilan biz kompyuterga salonni yaratgan videosi tamom bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.